Assalamu alaikum aka-ukalar. Avaz Xumarvaz aka-ukalar. Tinchmisizlar, sog'misizlar? Mah. 5 yillik jo'jamiz aka-ukalar. Bitta ko'zi ko'r bo'lib qoldi buni. Zo'r jo'jada aka-ukalar, bu ko'p odam xaridor bo'lgandi bunga. Mah. Haligi katta turakka ilishib qolib ko'ziga chiqib olgan. Bitta ko'zni ko'r buni. Lekin zo'r sog'lom. Aka-ukalar buni ham puliga kelishsak sotamiz. Bizda turgandan kimgadir nima qilsin. Endi bitta ko'zi bilan o'ynasa ham bo'ladi, bola olsa ham bo'ladi bundan aka-ukalar. Qop-qora. Sog' salomat bo'lasizlar aka-ukalar. Mana shu Miromunning bolasi bo'lishi ham mumkin.